Chempionlar Ligasi stavkalanati haqida bilasizmi? Yaqinroq keling, hozir tushuntiraman. 2020-yilda Bavariya Chempionlar Ligasi g'olibi bo'ldi. Eng yaxshi o'yinchi sovrinini esa Kingsley Coman oldi. Oradan 1 yil o'tib 2021-yilda u jiddiy jarohat olib, ancha vaqtga safdan chiqdi. Bir qarashda shunchaki oddiy holdek ko'rinadi, to'g'ri, lekin 2021-yilda Chelsea furor ko'tarib Chempionlar Ligasini yutdi. Eng yaxshi futbolchi esa N'Golo Kante bo'ldi. U ham Coman singari 1 yil o'tib jarohat olganini Chelsea muxlislari yaxshi eslaydi. 2022-yilda Real Madrid 14-Chempionlar Kubogini qo'lga kiritdi. Ahamiyat bering, eng yaxshi futbolchi sovrini Thibaut Courtoisga topshirildi. 1 yil o'tgach Courtois uzoq muddatga jarohat oldi. Uchtasiga ham sabab keltirsa bo'lar, lekin 2023-yilda Manchester City ilk bor shalpang quloq sovrinini yutdi. Eng yaxshi futbolchi esa Rodri edi. 2024-yilda u jarohat olib hassada oltin to'p olgani borganini ko'rdik. Bu hali hammasi emas. 2024-yilda Real Madrid yana bir bor Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibiga aylandi. Eng yaxshi futbolchi Dani Carvajal bo'lgandi va shundan keyin qanday dahshatli jarohat olganini ko'rdik. 2025-yilda Parij bu sovrinni boshi ila ko'tardi. Ochig'i aytgim ham, ishongim ham kelmayapti, lekin finalda eng yaxshi o'yinchi bu Desire Doué bo'ldi.